Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Pop tumanida joylashgan nogiron erkaklar muruvvat uyiga keldik, tibbiy ko'rik o'tkazish maqsadida. Bu muruvvat uyida 320 ta birinchi-ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan erkaklar joylashtirilgan. Ularga bugun travmatolog, ortoped, nevropatolog, kardiolog hamda allergolog bilan birgalikda tibbiy ko'riklar o'tkazib, yordam berish maqsadida tashrif buyurdik. Men Pop muruvvat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internat uyi direktori Maripova Muxlis Sulkanovna bo'laman. Mana bugun bizning muassasamizda tumanimizning eng yetuk mutaxassislari, travmatolog, kardiolog, allergolog, nevropatolog mutaxassislari xayriya sifatida bizga kelishib, mana shu yerda yashovchi otaxon, akaxonlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Ulardagi kasalliklarni aniqlab berishdi. Yana bundan tashqari mana shu yerda xizmat qilayotgan xodimlarimizni ham tibbiy ko'rikdan o'tkazib, o'zlarini beg'araz yordamlarini ko'rsatishdi. Buning uchun men mana shu muassasa nomidan, muassasa yashovchilar nomidan bugungi mana shu tadbirda ishtirok etgan barcha shifokorlarimizga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ishlarini rivojini bersin. Biz minnatdormiz. Ming rahmat, tashakkur. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi nogiron erkaklar muruvvat uyida tibbiy ko'rigimiz nihoyasiga yetdi. Nevrologik kasalliklarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularga kerakli tavsiyalarimizni berdik. Bugungi kunda ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lganimizdan xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar.